Agar parda va yopinchiqlarni uyda yuvayotgan bo'lsangiz, unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Siz bilmagan 3 ta xato bor. Birinchi xato: noto'g'ri yuvish vositasini ishlatish. Har bir parda va yopinchiqning matosi har xil bo'ladi. Noto'g'ri vosita matoning rangini o'zgartirishi, tolalarini zaiflashtirishi yoki qisqartirib yuborishi mumkin. Ikkinchi xato: noto'g'ri yuvish rejimi va quritish. Bu matoning shakli buzilishiga yoki cho'zilib ketishiga sabab bo'ladi. Uchinchi xato: dazmollash. Har bir mato bir xil haroratda dazmollanmaydi. Noto'g'ri harorat esa pardaning kuyishiga yoki yaltiroq iz qolishiga olib kelishi mumkin. Sam sifatda esa har bir mato avvalambor parda va yopinchiqlarning matosiga qarab saralanadi. Har bir tur uchun mos yuvish vositalari tanlanadi. Yuvish, quritish va dazmollash jarayonlarining barchasi mutaxassislar nazorati ostida amalga oshiriladi. Shuning uchun yuqoridagi muammolar bizda kuzatilmaydi. Parda va yopinchiqlaringizning sifati uzoq yillar saqlanishini istasangiz, ularni mutaxassislarga ishonib topshiring. Sam sifatda professional tarzda parda va yopinchiqlarni yuvish xizmati ham mavjud. Bizga murojaat qiling.